Mana buni mo'jiza desa bo'ladi aziz do'stlar. Mana shu 17 yoshli qiz umuman yura olmas ekan bu yoqqa kelishdan oldin, bu yoqqa kelgandan keyin mana shu klinikada yurishni boshlagan. Buni haqiqatdan mo'jiza desa bo'ladi. Biz hozir Shahzod Medical Clinica'sidamiz do'stlar. Bu yangi klinika, o'tgan safar obzorini qilib ko'rsatdik. Bu yoqda ham rezultatlar bo'lishni boshladi, xudo xolasa. Mana sizlarga rezultat do'stlar. Kimdir tanishlarida mana shunaqa yura olmaydigan DTSP kasalligi bor bolalar bo'lsa yoki qarindoshlaringiz shunaqa bo'lsa, bemalol mana shu yoqqa kelaverasizlar. Siz qayerdan keldingiz o'zi? Qashqadaryo. Qashqadaryo qayerdan? Shahrisabz. Shahrisabzdan. Qachon keldingiz bu yoqqa? Nechinchi marta kelishingizda shunaqa rezultat bo'ldi? Birinchidan o'z boshlagan rezultati. Birinchi kelishingizdan yurishni boshladi. 1 oylikka taklif qilganlar, o'zi 20 kunda chiqib ketganmiz. 20 kunda 4-kunda boshlagan rezultat. Bu yoqda do'stlar dori-darmonlarsiz asosan shu mashqlar bilan davolashadi. Mana rezultat. Boshqa joylarga olib borganmiz bundan oldin. Bu rosa ko'p davolangan. 10 yildan beri yechilgan. Hamma klinikaga O'zbekistonda Toshkent, Samarqand. Rezultat bo'lmagan. Yo'q, bunaqa yurib ketmagan. Operatsiyalar bo'lgan. Operatsiyadan qolib ketdi, yurmasdan umuman qolib ketdi. Mana shu 1 oylik lichinasiga Instagram orqali kelganmiz, ko'rib. 1 haftaga o'zi chiqdi yurishga. 20 kun qoldik 1 oylik lichinyadan chiqib ketganmiz. Kasalligida. DTSP. Do'stlar, layklarni bosib qo'yinglar. Mana shu klinikani to'liq obzorini hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Bu yangi klinika, yo'l tomonda eski o'sha Shahzod Medical klinikasi bor. Yangi ko'rayotganlar uchun ham batafsil ma'lumotlarni hozir berib o'tamiz. Layk bosib, kommentariyalarni yozib qoldiringlar. Qanchalik ko'p layk bossanglar, shunchalik ko'proq odamlarga tarqaladi va sizlar ham o'z hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Mana shunaqa klinika qidirib yurgan odamlarga yetib boradi videomiz. Qani ketdik, obzor boshlaymiz endi. Do'stlar, yangi klinikani birinchi qisqacha obzorini qilib o'tamiz, keyin o'sha eski klinikaga o'tamiz. Bu qanaqa xona? Bu logoped xonamiz, 12-xona. Mana hozir ish jarayonida xodimlarimiz. Logoped xonasi qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda bolalarni mashqlar bilan davolashadi. Mashq, logo massajlari bor. O'zlarini har xil 5 xil metodikalar bilan shug'ullanishadi. Logo massaj, lablarni. Bo'ldi. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Bu xonamiz ham massaj, ham fizlechinalar bo'ladi bu yerda. Ya'ni tok apparatlari ham qo'yiladi. Milsinator, mikropol apparatlari qo'yiladi bu yerda. Bo'g'imlarga, magnit disoskalar. Bu yoqda apparatlar ham bor. Ham bu yerda apparatlar ham bor. Bu qanaqa apparatlar o'zi? Bu nel simulyator apparati, ya'ni bo'g'imdagi hujayralarni tiklab beruvchi apparat hisoblanadi. Oyoq, qo'ldagi bo'g'imlarga qo'yiladi. Yo'q, massajlar ham bo'ladi. Bu massajlar. DTSP xonalarimiz. Bo'ldi, xalal bermaymiz jarayonlariga. Bu elfka xonasi. Bu xonamiz elfka xonasi. Bu yerda ham ish jarayonlari ketyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu elfka xonasi. Bu elfka xonamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda ham doktorlarimiz ishlashyapti ekan. Mashqlar bo'lyaptimi oyoqlar? Tonuslari bormi? Tonuslari bor. Oyoqda yurishda muammolar bor. Bu yoqda turniklar, hamma har xil narsalar qilib qo'yishgan arqonlar. Shu aytganimizdek, bu yoqda asosan mashqlar bilan davolashadi. Endi bu yangi klinika ochilishdan maqsad narigi o'sha eski klinikada odamlar juda ham ko'payib ketdi, sig'maganligi uchun bu yoqda yangisini ochishgan. Endi o'sha asosiy klinikaga o'tamiz. Bu yoqda juda ham ko'plab apparatlar bor. Bu yoqda bemorlar bilan oz gaplashib ko'ramiz, o'zlari qanaqa fikrlar bildirishadi. Batafsil ko'rsatib o'tamiz. Juda yaqin ikkalasining o'rtasi mana. Yo'lda bu tomonda yangi klinika bo'lsa, yo'lda bu tomonda ana o'sha eski Shahzod Medical klinikasi. Bu yoqqa o'tamiz endi. Like bosib qo'yinglar, kuzatishda davom etinglar. Mana do'stlar, Shahzod Medical klinikasiga kelganmiz. Bu elfka xonasi. Bu yoqda odam juda ham ko'p, aytib o'tganimizdek. Qisqacha bitta ko'rsatib o'taylik. Bu yoqda ham mashq jarayonlari ketyapti. Bolalar juda ham ko'p. Ko'pchilik uyalishyapti kameradan. Xo'sh, bu yoqda qanaqa xonamiz bor edi?
TMS xonasi. Apparatlar qo'yilgan-da. TMS apparatlari xonada qo'yiladi. Assalomu alaykum. Xushxabar. Xo'p, Bu xona haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tasizmi? TMS apparati ishlaydigan xona. Ya'ni bemorimizda DTPni gemipariz formasi, ya'ni chap tomonlama, shuni hisobiga miyani o'ng yarim shariga nerv hujayralarini harakat markazlarini aktivlashtirish uchun TMS apparatini shu tochkasiga qo'yib berganmiz. Endi hamma kasallik diagnoziga qarab, holatiga qarab, bosh miyani har xil zonasiga yokida tanani har xil qismlariga qo'yiladi. Neyronlarni aktivlashtirish hisobiga. Uyg'otib beradi-da, Uyg'otib beradi. Neyronlarni sun'iy ravishda magnit to'lqinlar yordamida faollashtiriladi. Vazifasi shunaqa. Siz qayerdan keldingiz, opa? Qoraqalpoqdan. O'sha internetdan ko'rib kelganmisiz? Nechinchi marta keldingiz? Birinchi marta. Necha kun bo'ldi? 4-kunimiz. 4 kun. Qanday rezultatlar o'zgarishlar sezyapsizmi? Hali endimi? Endi asta-sekin. Bu yoqdan kelganmisiz, bu yoqda yotib davolanyapsizlar-da? Yo'q, boshqa yerlarda yotdik. Boshqa yerlarda yotdik. Toshkentning o'zida yotdik-da boshqa. Hozir shu yoqda yotibsizlar? Mana shu yerda yotibmiz hozir. Ovqatlari qanday? Ovqatlari yaxshi, sharoitlari ham yaxshi. 4 mahal ovqati bor. Yaxshi hammasi. 4 mahal. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Xalal bermaymiz. Endi boshqa xonalarni ham sekin ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda qanaqa apparat qo'yilgan edi? Bu yerda ham simulyator, mikropol apparatlar qo'yiladi. Bu xonamizda. Tomonidan qo'yiladi. Assalomu alaykum. Qisqacha olib o'tib ketaylik. Bolalarni mana boshiga ulab qo'yishgan shunaqa apparatlarni. Xullas aytib o'tganimdek, boshqa joydan topib bo'lmaydigan apparatlar mana shu klinikada bor. Bu yoqda MSKT apparati bor, ha? Apparatlarimiz bor bu yerda. Bu natija bo'lgan qizimiz Shukrona. Shukrona, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz nechinchi marta kelishingiz? Biza 5-marta kelishimiz Qayerdan kelgansiz? Qashqadaryodan, Shahzod shahridan. Shahzod shahridan kelganmiz. Qizingiz necha yoshda? Qizim 4,5 yosh bo'ldi, 3 yoshligiga yurib ketgan edi. Biz ularga bir videoga tushuvdi bu. Oldin ham tushgan, ha, videoga. O'sha qizimiz shu. Oldin o'zi birinchi kelganingizda yura olmasmidi? Birinchi kelganimizda yurgani yo'q edi, so'ng mana shu yerga yurib ketdi. O'sha birinchi kelgan nimamizga natija olgan biza. Shida. Mana do'stlar, yana bitta Mana natija. siz shiramet bo'lmoqchi. Aytib beringni. Ha, ayt. She'r aytib berar ekan. Aytib ber. Yo, bo'lmadi, aytib ber, senga aytib ber. Qo'lim ochib. Aytda, Ha, aytmasak ham mayli. Yursinchi, bitta yurib ko'rsataylik. Mana. Umuman hech qanaqa bir to'siqlarsiz sanab bermasa, bemalol yuryapti. sana. Sana berasizmi? Juda uyalchan qiz ekanda bu. Mayli. Firdavs bolamizda ham natijalar juda chiroyli bo'lgan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz qayerdan kelgansiz? Samarqanddan. Samarqanddan. Qayerdan? Samarqand Chelak. Payam. Chelak. O'g'lingiz necha yoshda? 5 yoshda. 5 yoshda. Nima kasallik bo'yicha olib kelgansiz? Bu yurolmaydi-da, o'tirib yurolmaydi. Endi o'zgarishlar bo'lyapti, xudo xohlasa. Nechinchi marta kelishingiz bu? Ikkinchi marta o'tirolmadi, hozir o'tirib qoldi-da, hali O'tiryapti. O'zi rezultat birinchi martadan bo'lganda, ikkinchi marta keyin kelgansizda rezultat bo'lganligi uchun. Endi sekin yurishiga harakat, ha? Yurib, gapirishlari yaxshi endi. Keyingi marta kelganimizda, xudo xolasa, mana shu bolani yurib ketganini ham video olib ko'rsatamiz. Aytganingiz kelsin. Yotib davolanayotgan bo'lsangiz, qanaqa bu yoqda sharoitlar? Sharoitlarim, ovqatlari ham yaxshi, xudoga shukr. Ovqatlar yaxshi. Rahmat sizga. Ana endi do'stlar. Firuzbekda ham natijalar bor. Assalomu alaykum. Qayerdan keldilar? Biz Buxorodan keldik. Buxorodan. O'g'lingizmi? Yo'q, nabiram bu. Men Buxoro viloyati Rizdon tumanidanman. Ana bir oddiy shamollaganda o'zimizni poliklinikaga nima Jo'rayev Umid vrachga aytganimizga yonboshidan ukol qilganlarga diklofenak ukol o'tkazildi. O'shada bolam yurolmay yiqildi.
Endi bu gapga o'tgan yili 14-aprelga shunday bo'ldi. Keyin bu nabiramni bu yerda biz ko'tarib olib kelgandik. Yurolmadi. Yo'q, nabiram umuman yurolmasdi. Bu yerda ko'tarib olib keldik. Bu yerda eshitib, keyin olib keldik. Mana Allohga shukr, nabiram yurib ketdi. Ana bir kunga 10 xil lichina qilamiz. 10 ta lichinalar bor. Mana Alloh nima bu yerda vrachi Shahzod Shohiyusupov vrachimizga ming rahmat deyman. Mana Bahodir vrachimiz bor, Sarvar vrachimiz bor, G'anisher doktorimiz bor, keyin massajchilardan mana bu Xonzoda, ana Sayyora, Xullas hammasi, sidqi dildan misol mehr bilan o'zini bolasida mehr berib nima qiladi, xizmat qilishadi. Mana bir xil lichinalarimizda 2 martadan qo'ydilar. Bu degani 12 marta lichina olgani. Mana Allohga shukr, nabiram yurib ketdi, faqat kaftiya qoldi. Men xursandman. Bu yerdagi doktorlarga ming roziman. Bu yerlarga rahmat deyman-da. Mana dunyo turguncha tursinlar. Shahzod doktorimiz, mana O'zbekistonimizda bunday uchun doktorlar dunyomizga ko'paysin. O'zbekistonimizga ko'paysin. Men xursandman. Bu yerdagi doktorlardan hammasidan xursandman. Nechinchi marta kelishingizda? Men bu yerda 4-marta kelishim, men nabiram yurolmasdi. Yurdi, oyog'ini sudrab yurdi, keyin bunday uchun aylantirib tashladi. Keyin yurganda yiqilaydi, keyin yurib yiqilaydi. Har bir yiqilganga meni yuragim ezilib ketadi. Juda ko'p tushkunlikka tushib qolgandim. Allohga shukr, mana Shahzod Shohiyusupov klinikasiga hammani tavsiya qilaman, kelishlarini. Ish qilib xullas yaxshi bo'lib ketay ekanlar-da. Mana o'zini farzandiday mehr bilan, hammasi mehr bilan ishlaydi. Mana ertalab 8 dan namozga 5 gacha ish vaqti. Bu yerda 5 deb kutib turmaydi bular. 10-11 gacha qolib ketadilar. Mana bu bola bor, u bola bor. Mana kutib turmaydi-yu, 10-11 bo'lsa ham ishini bitkazib keyin ketadi. Hammasi mehr bilan ishlaydi-da. Yursinchi bitta? Bitta yur bola. Bu yoqda bemalol yuguradi ham deyman, ha? yuguradi. Yugurchi? Yuguradi, velik haydaydi. Ana mana sizlarga rezultat do'stlar. Shunday. Bu yoqda yotib davolanyapsiz-a, bo'lmasa. Yotib davolanamiz. Sharoitlar qanday? Sharoiti yaxshi. Xonalar issiq, mana qishga biz yozga ham kelgandik. Mana o'tgan yil 25-yil ana aprel oyiga 14-aprelga shunday bo'lgan bo'lsa, 25-yil 14-aprelga shunday bo'lgan bo'lsa, mana 7-aprelga 1 yil deganida, 1 yilga biz natijaga erishdik. Allohga shukr, bacham yurib ketdi. Men nabiram, o'g'limning bachasi. Yurib ketdi. Men minnatdorman. Shu Shahzod doktordan. Shu ko'rib turganlardan, misol uchun farzandlarda yoki qarindoshlarda shunaqa yurolmaydigan bolalar bo'lsa tavsiya qilasizmi? Ha, hammaga tavsiya qilaman. Kelishlarini tavsiya qilaman. Bemalol ishonib kelsinlar. Misol Shahzod Shohiyusupov misol vrachimizga ming roziman. U kishi dunyo turguncha tursinlar, martabalari bundan ham ziyoda bo'lsin. Men o'tgan yili shunday tushkunlikka tushgandim, chunki vrachga borib, men doktorlarga borib, shu bacham nima yonboshdan ukol olib, o'tirg'ish nervisiga tushib, yurolmay qolgandi. O'sha G'ijdonda, mana Buxoro viloyati G'ijdon tumanidan dedim-ku, o'sha odam mana shuncha joyga kelibman, mana 1 yil ichida natija ko'rdim. Nabiram yurib ketdi, so'pa sog'lom. Hozir faqat kaftiya qolgan. Xudo xolasa shu oxirgisi bo'lsin deb niyat qilib keldim. Bu ro'zaga. Bunday uchun doktorlar ko'payaversin. Shunday hozir Shahzod aka bilan ham borib gaplashamiz oxirida. Suhbatini olamiz. Bu yoqda shunisi yaxshi, doktorlar bolalarni qo'rqitishmaydi. Ya'ni yaxshi gapirib qilishadi, umuman bolalar qo'rqishmaydi bu yoqqa kelishgandan keyin. Bolalar qo'rqishmaydi. Mana medsestralar ham, vrachlar ham xuddi o'zini bolasiga qaraganda mehr berib qaraydi. Mana bitta oddiy massajni ham 1 soatga qiladilar. Mana ukol olsa ham voy bo'lam deb erkalatib mehr bilan bolalarni o'ziga qaratib oladi-da. Mana birinchi kelganimga nabiramning oyog'ida og'riq bor, yurolmasdi, birontasi siltagan ham yo'q, sutgan ham yo'q. Shu o'zini bachasiga qaraganda mehr berib, mana bolamni oyoqqa turg'izib berdilar. Men o'zi birinchi kelganimga juda ham tushkunlikka edim, o'zimni ham sog'ligimni yo'qotdim. Mana Allohga shukr, mana so'pa sog'lom, faqat kaftiya qolgan. Men xursandman.
Rahmat sizga. Hammasiga minnatdorman. Xonalarni ham obzor qilamizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qayerdan keldingiz siz? Qashqadaryodan juda ko'pchilik kelishgan ekan. Qizingizmi? Necha yoshda? 12 yosh. 12 yosh. Nima kasallik bo'yicha olib kelgansiz? DTP. Nechinchi marta kelishsiz? Biza birinchi marta kelishimiz. Birinchi marta. Rezultatlar sezyapsizmi? Necha kun bo'ldi kelgansiz? O'zi bugundan boshlandi o'zi. Bugundan, ha. Bugundan boshlandi. Bo'lmasa keyin kelganimizda rezultatlarni ko'rsatib o'tamiz. Inshaalloh biz ham yaxshi. Bu sharoitlar qanday bu yerda? Ovqatlar? Sharoitlar juda yaxshi sharoit. ekan. Ovqatlar, medsestralarni muomalalari, vrachni muomalalari juda yaxshi. Hamma har tomonlama yaxshi ekan. Endi Xudo xohlasa eng muhimi sog'lig'i tiklansa, yurib ketsa, shu bo'ldi eng muhimi shunisi. Rahmat sizga. Xonalarimiz do'stlar mana shu chetdan boshqa viloyatlardan kelgan o'sha bemorlar uchun yotib davolanish uchun qo'yilgan xonalar. Bu yoqda ham bor-a? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qayerdan keldingiz? Siz qayerdan keldingiz? Namangandan. Sizchi, opa? Qashqadaryo. Siz? Ha? Namangandan. Общий qisqacha so'rab o'tib ketaylik. Sharoitlar qanday yotib davolanishga? Ovqatlari yaxshimi? Rezultatlar bo'lyaptimi? Nechinchi marta kelishsiz siz? Ikkinchisi. O'tirishga harakat qildik. Ha, birinchisida rezultat bo'lganki, ikkinchisida kelyapsiz-da. Rahmat, sog' bo'linglar. Bu yoqda endi odamlar juda ham ko'p. Ba'zilar kameraga tushishdan uyalishadi. Bu xonamizda ham, bu yoqda ham ayollar bor ekan, kameradan uyalishar ekan do'stlar. Bu xonamiz qanaqa xona? Bu xonamizda muolaja o'tkaziladi, ya'ni qo'llari, Assalomu alaykum. elektr karezlar qo'yiladi bu xonada. Azon terapiyalarimiz bor. Azon terapiyalar shu xonada. Bu xonada qo'yiladi. Qo'yiladi. Elektr karez, magnetik so'zkalar, ko'zlar shu yerda qilinadi. Ana endi do'stlar, bu Shahzod Medical klinikasida faqat yosh bolalarni emas, yosh kattalarni ham davolashadi. Ya'ni insultdan keyingi asoratlar, grijasi borlarni davolashadi. 3-etajda. Endi 3-etajga chiqib ko'rsatib o'tamiz u yoqni ham. Mana do'stlar 3-etajga chiqdik. Bu yoqda hozir mana bu xonada insult bilan insult kasalligi bilan kelishgan ayollar bor ekan. Bular bilan ham qisqacha suhbatlashib o'tamiz. Rezultat qanday bo'lyapti o'zi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisizmi? Hechgina. Oldin ham videomizga tushuvdingiz-a siz? Ha? Avval ham tushuvdingiz-a? Ha, shu men. Mana yaxshi hamma yo'q, yaxshi. Mana hozir o'rnimdan turib beraman hozir. Yurib bering chipta. Bismillahirrohmanirrohim mana. Ana do'stlar, rezultat. Mana rezultat bunday qilib turing mana. O'zi yurasiz-a? Ha, o'zim yuraman. Hozir sal hayajonlandim. Lekin yuraman. Bu yoqqa kelgan paytingiz yura olmasdingiz-a? Yo'q. Yurolmasdim. Mana do'stlar, bu yoqda faqat yosh bolalar emas, mana yosh kattalarni ham o'sha davolashadi. Ya'ni rezultatlarni ham sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Siz qayerdansiz? Qayerdansiz? Toshkentda Sergeli Sergelidan, ha? Jo'narov ko'chasi. Siz nechinchi marta kelishingiz bu yoqqa o'zi? Men ikkinchi marta kelishim. Oldin birinchi kelishingizda tushgan ekansiz videoga. Birinchi kelishimda ham o'sha shu anaqadan nimadan YouTube'dan topib keldim. Kelgandan keyin shu bir haftadan keyin qo'lim ko'tarilmasdi. Endi hozir bemalol mana. Yurishga o'zimning qaddi-qomatimni tiklab yuryapman endi. Yozda kunlarda yaxshi, endi qishda sal ozgina nimaroq. Hali qiyinroq. Sovuqda o'tirib turishim ham yaxshi. Yaxshi. Necha kun bo'ldi hozir ikkinchi marta kelishingiz? Necha kun bo'ldi? Hozir 4 kun bo'ldi. 4 kun. O'zi 4-kunda yaxshi. 4 kun yaxshi. Har kuni yaxshi lekin. Kundan kunga yaxshi lekin. Opamiz qayerdan kelgan? Toshkent. Toshkent. Toshkentda turasiz? Toshkent. Biz Toshkentlikmiz hamma. Ha, bo'ldi. Bijir-bijir qo'yib yuboramiz. Toshkentdan. Birinchi marta kelishingiz-a hozir? Nechinchi marta? 2. Qanday rezultatlar, yaxshimi? Ya'ni o'zim olib turibdi videoga. Gapiravering. Yaxshi, ha?
Qanday siz o'zingiz gapirib aytib o'ting. Ikkinchi marta. Ha, ikkinchi marta kelib yotishi singlimda avariya bo'lgandi. Endi hozir Xudoga shukr, behisob shukr, yaxshi hammasi lecheniyalar, o'zgarishlar ham zo'r. Hozir yura Baraka oladimi? topsiz. Ha, bemalol yuradi hozir. Kelgan payt yura olmasdi. Yo'q, yura olmasdi. Hozir yuradi. Lecheniyalar hammasi zo'r, sharoitlar ham zo'r. Xursandmiz. Avariyadan keyin umuman yura olmaydigan qo'yganda. Ha, avariyadan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Xotiralari sustligi hozir ancha yaxshi. Rahmat. Sog' bo'linglar. Maqtanglar desizlasi yaxshi. Ha. Mana meni o'zim 80 kelgan bo'lsa, 72 yoshda shunaqa bo'lganman. Ha. 4 yil bu yerda davolandim, lekin foydasini yaxshi ko'rmadim. Mana shu bulturshutga keldim. Mana o'shandan sal harakatga tushib, endi hozir sal hayajondaman, lekin to'g'ri, bo'lmasam hamma yo'qim joy-joyida. Tilim ham adashganim yo'q, kallam ham joyida, hammasi joyida. Doktorlarga gap yo'q. Medsestralarga ham gap yo'q. Bo'lsa o'zim o'sha doktorlarim ko'p, erta yotmayman deb shu yerga kelaman har doim. Ikkinchi marta, lekin zo'r. Rahmat sizlarga. Xonalari ham yaxshi. Sog' bo'linglar. Yaxshi. Ovqatlari ham yaxshi. Toza, akkuratno. Akkurat, toza. Ovqat necha mahal ovqat berilyapti? 4 mahal ovqat beradi. 4 mahal siz 4 mahal ovqat rosa yaxshi. Toza, povurlarga ham gap yo'q, medsestralarga ham, pol yuvadiganlarga ham maradis. Baraka topsiz. Hamma yo'da joy-joyda qilishadi. Sog' bo'linglar. Sizlarga ham rahmat. Aha. Katta e'lon qilaveraylik, kelaveramiz. O'zi bu klinikada hamma doktorlar maqtashadi, chunki doktorlar haqiqatda juda ham yaxshi ishlashadi. Bu yoqda ham bor-da. Hozirda massaj jarayoni ketyapti xonada. Ichkarida. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tog'amizda nima kasallik bo'yicha kelgan? Insult kasalligi bo'yicha kelgan edilar. Hozir muolajalarni olib boryotdi. Xudo xolisa bugun 5-kunlari, 5-kunlari sekin harakatga qaytarmoqchimiz, o'zlarini eski holatlariga sekin qaytarishga harakat qilib, qo'ldan kelgancha ishlayapmiz, butun jamoa bilan. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanday rezultatlar? Zo'r ekan. Zo'r, ha? Qarashlar zo'r. O'zi 5-kunda o'zgarishlar bor. Bor, ancha. O'zim yurayapman, o'zim. Yuryapsizmi? Sekin-sekin kechadan boshlab. Kechadan boshlab sekin yurishni boshladingiz. Kelgan paytda yura olmassiz, ha? Yo'q. Asabay. Ha, yaxshi bo'lib keting. Xo'p, sog' bo'linglar. Aha. Bu yerda hozir massaj ishlari bo'lyapti ekan, xalal bermaymiz. Shahzod aka, klinikangizga keldik. Juda ko'pchilik obunachilarimiz so'rashardi, o'zi anchadan beri bormay qo'ydingiz. Qanday bo'lyapti rezultatlar? Bizga ko'rsating. Hozir ham ishlayaptimi o'zi, borsak bo'ladimi? Deyishdi. Shuning uchun sizga aytmasdan kelib, xonalarni ko'rsatib o'tdim. Hamma xonalarni gaplashdik kelgan bemorlar bilan, onalari bilan. Hammasi xursand. Oldingidan ham rezultatlar yaxshi, chunki 4-5 tasini o'zim ko'rdim, yura olmaydiganlar, shu yurib ketganlarni. Rezultat zo'r. Odam ko'payib ketdi. Ikkinchi klinikani ham ochib yuboribsiz. Yo'qda nima xabarimiz bor gap yo'q lekin. Bu yerda ham borib syomka qildik. Bitta qiz bor ekan, sevinchli ekan, yugurib ketibdi o'zi yaxshi. Shunaqa ekan. O'shanga ana endi oldingizga keldim. Endi xalq nomidan keldik. Juda ko'pchilik kuzatishadi. Mana shunaqa bemorlar ham ko'p. Bolalarda bor, qarindoshlarda shunaqa kasalliklar borlarga tavsiya qilaveramiz bu yoqda. Lekin shu xalq uchun bitta skidka qilib berishingiz kerak. Qanaqa bir chegirmalar bor? Skidka chekansiz. Xalqqa shu arzonroq qilib bering, shu xalq xursand bo'lsin. Bo'ldi. Xudo xolasa, Hasan Hammatov nomidan kelishsa, Ramazon oyini oxirigacha 1 million so'mdan chegirma qilib beramiz, xudo xolasa. 1 milliondan. 1 million so'm. Ramazon oyida. Yotib yoki qatnab muolaja oluvchilar uchun 1 million so'mlik Ramazon oyini oxirigacha chegirma qilib beramiz. Qarang, faqat yosh bolalar emas, tepalarni ham oldik. Tepada ham shu rejasi borlar davolanar ekan, insult kasalliklari bilan kelishar ekan, yosh kattalar. Ular uchun ham amal qiladi. Bo'ldi, kelishdik. Kattalar uchun ham amal qiladi bu narsa. Kelishdik. O'zi mana shu juda shov-shuv bo'lib ketganda bu klinika ko'p videolar chiqarganmiz. Haqiqatda rezultatlarni ko'rsatib o'tamiz. Buni siri nimada o'zi?
Ho'p, siri oddiy. Biz asosan harakat qilamiz dori darmondan chiqib ketib, tabiiy reabilitatsiya muolajalarini qilish. Reabilitatsiya deganda o'zini nevrologik massajlar bo'ladi, mashg'ulotlar bo'ladi, yangi chiqqan apparatlar bo'ladi va har bir bolaga individual yondashamiz. Ya'ni hammaga bir xil emas, bolaning holatidan, kasalligidan kelib chiqib, kerakli muolajalar tuzib chiqiladi. Misol uchun 50 ga mashg'ulot qilinadigan bo'lsa, bir kunga bir marta qilinadi. Lekin agar bolani organizmi ko'taradigan bo'lsa, 2-3 mahal ham qilamiz. Maqsad qisqa vaqtda yaxshi natijaga olib chiqish. Shunaqa, 3 mahal oldi bugun, narxi boshqacha bo'ladi degan narsa yo'q-da. Maqsad o'sha natija yaxshi bo'lsin, tezroq yurib ketsin, qiynalib yurmasin. Xonadonda ayollar bilan gaplashdik, o'sha bolalarni onalari bilan. Ko'pchilik Qashqadaryodan kelishdi ekan bu yoqqa o'zi. Qashqadaryo, Qashqadaryo Surxondaryo, oching, Qashqadaryoga bu yoqqa kelishmasinda, o'sha yoqda o'zida qatnashsin. Xabaringiz yo'qmi siz aka? Biz Qarshidan ochganmiz-ku. Ochdingizmi? Qarshidan ochganmiz, faqat qatnab olinadi, ya'ni statsionar tarzda qatnab olishadi. Ha, faqat yotishga sharoit yo'q. Yo'q, qatnab olishadi. Xabaringiz bo'lmasa, sizni taklif qilaman, boring keyingi nimangizga. Sharoitlarni ko'rsatamiz. U yoqdagi mutaxassislarimiz ham xuddi mana shu yerga kelib, 3 oy davomida Toshkentga o'qib, tajribasini oshirib, ularda ham natijalar juda ham yaxshi, tez qisqa vaqtda yaxshi yurib Bu ketishadi. yoqda ham ish boshlab yuborishgan demak. Ha. Bo'ldi, bo'lmasa bu safar uyal obzorini qilaman. Bo'ldi, xudo xolasa kelishdi. Kamchiliklar bo'lsa, kamchiliklarni to'liq tushirib ketaveraman. Bo'ldi, gap yo'q. Ko'rsatib o'tamiz. Qashqadaryoda agar u yoq qulay bo'ladigan bo'lsa, Qashqadaryoda bu yoqqa kelishmay, u yoqqa boraversa ham bo'ladi. Demak, skidka 1 million bo'lyapti. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sizlarga rezultatlarni ko'rsatib o'tdik. Bu hech qaysi yolg'on emas. Haqiqatda shu onalarni ham gapirtirdik, gapirib o'zlari gapirib berishdi. Ekranda nomer qoldiraman. Mana shu klinikani nomeri bemalol telefon qilaverasizlar. Qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa bemalol so'rasanglar bo'ladi. Narxlar haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi. Manzilni hozir ham tushuntirib o'tamiz. Yunusobod 19-mavze, Dehqonobod 5. Ko'cha Dehqonobod 5-zdaniya. Agar navigatorga Shahzod Medical deb yozsa ham to'g'ri olib keladi. Chiqadi, shunday. Kelaverasizlar, kommentariyaga fikrlarni yozib qoldiramiz. Kelganlar bo'lsa va like bosib qo'yinglar. Qancha laykimiz ko'p bo'lsa, shu aytganimdek juda ko'pchilikka videomiz tarqaladi. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Qaytamiz. Yaxshi, aka. Salomat bo'ling.